Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar fanidan vektorlar va ular bilan ishlash mavzusini ko'rib chiqamiz. Vektor nima? Vektor bu C++da standart qobiqdagi kutubxonadagi dinamik massiv hisoblanadi. Unda elementlar xotirada ketma-ket joylashadi va kerak bo'lganda avtomatik kengayadi. Ya'ni bu heapda joylashadi. Shuning uchun ham uni kengaytira olamiz. Vektorlarning massivlardan farqi. Vektorlar asosan o'lchami dinamik hisoblanadi, massivlarda o'lchami o'zgarmas. Stek yoki heapda joylashadi massivda. Vektorda aytib o'tganimdek heapda joylashadi. Massivlarni qo'lda boshqariladi. Lekin vektorlar avtomatik boshqaruv hisoblanadi. Vektor yaratish, boshlang'ich qiymatlash. Vektor bu yerda kodga keladigan bo'lsak, include vector, ya'ni vektor kutubxonasini chaqirib olamiz. Using namespace yesterday. Va bir bo'sh vektor, ya'ni bu yerda hech qanaqa elementlar mavjud emas. Va 2 5. 5 ta element default 0, ya'ni 5 ta element ularning hammasi 0 qiymatga teng. Va 3 5 42. 5 ta element hammasi 42, ya'ni 5 ta elementning hammasi 42 qiymatga teng hisoblanadi. Va 4 bu yerda ro'yxat bilan boshlash, ya'ni o'sib borish tartibida joylashgan. Va 5 va 4 nusxa ko'chirish, ya'ni va 4dagi barcha ma'lumotlar turi va 5 ga ko'chirilib o'tiladi. Va 6 va 4 begin va 4 end iteratorlar orqali, ya'ni bu usul va 4 boshidan oxirigacha bo'lgan oraliqda ko'chirib oladi. Agar bizga butun vektor emas, masalan faqat yarmi kerak bo'lsa, iteratorlar yordamida oraliqni o'zgartira olishimiz mumkin. Asosiy elementlarga murojaat. Asosiy elementlarga murojaat asosan xavfsiz yoki xavfsizmasligi bilan ajralib chiqadi. Ya'ni birinchi funksiyada va i elementiga murojaat. Bu yerda xavfsiz emasligi uchun va ya'ni i elementiga xavfsiz murojaat orqali amalga oshirishimiz mumkin. Va front bu birinchi element, ya'ni birinchi elementni olib beradi. Va back bu oxirgi elementga murojaat qilib beradi. Kodga keladigan bo'lsak, bu yerda int toifasida vektor va o'zgaruvchi 3 ta qiymat elementlardan iborat. Va ya'ni xavfsiz emas. Va ga murojaat qilsak, bu xavfsiz emas. Va ga ya'ni birinchi elementga murojaat xavfsiz hisoblanadi. Va front 10 birinchi element, ya'ni bizda birinchi elementimiz 10 ga teng. Va back bu oxirgi elementni olib beradi, ya'ni bizda oxirgi elementimiz 30 ga teng. Vektor o'lchami va sig'imi. Size hozirgi elementlar soni, ya'ni biz kiritayotgan elementlar soni nechta bo'lsa, ana shu elementlar sonini chiqarib beradi. Shuning uchun ham bu aktual ma'lumot hajmi hisoblanadi. Capacity bu ajratilgan xotira sig'imi sizedan katta bo'lishi mumkin. Ya'ni bularning vazifasi bir xil, faqatgina sig'imi, ya'ni xotiradagi sig'imi bilan farq qiladi. Empty bu vektorlar bo'shmi yoki yo'q, ya'ni rost yoki yolg'onlikka tekshiradi. Kodga keladigan bo'lsak, va 3 ta elementlardan iborat. Reserve bu sig'im oldindan ajratilgan joy hisoblanadi. Ya'ni biz capacity ishlatmoqchi bo'lsak, oldindan sig'im ajratib olingan bo'lishi shart. Va size bu elementlar soni, ya'ni bizda elementlar soni 3 ta. Shuning uchun ham 3 ni chiqaradi. Empty bu bo'sh emas, ya'ni false. Shuning uchun ham 0 qiymat qaytaradi. Element qo'shish va o'chirish. Qo'shish uchun pushback, ya'ni oxiriga qo'shish uchun shundan foydalanamiz. Istalgan joyga qo'shish uchun esa va insert, ya'ni bu yerda begin plus 1, ya'ni bu yerda boshidagi elementga 1 qo'shish amalga oshirilyapti. O'chirish, oxirgi elementni o'chirish pop back hisoblanadi. Istalgan joydan o'chirish esa erase begin plus 1, ya'ni bu yerda boshidagi elementni o'chirib tashlanyapti. Vektorlarni o'zgartirish va boshqarish. Clear barcha elementlarni o'chiradi va xotirada saqlanadi. Ya'ni biz barcha elementlarni o'chira olamiz, lekin xotiradagi unga atalgan joy o'zgarmay qoladi.
Resize vektor o'lchami n'ga o'zgaradi. Reserve bu n elementni xotiradan oldinga ajratadi. Sub bu ikki vektorni tez almashtiradi. Assign bu vektorlarni qayta belgilab beradi. Iteratorlar bilan ishlash. Asosan iteratorlar bilan ishlash 3 turga bo'linadi. Oldinga o'tuvchi iteratorlar, orqaga o'tuvchi iteratorlar va cons iteratorlarga bo'linadi. Oldinga o'tuvchi iteratorlar begin, end kiradi. Orqaga o'tuvchi iteratorlarga esa rebegin, end kiradi. O'zgarmaydigan iteratorlar esa sebegin, send kiradi. Kodga keladigan bo'lsak, int bu yerda 5 ta element bor. For siklida int x v, ya'ni x har qadamda v qiymat bilan solishtirib o'tadi. Agar solishtirib o'tgandan so'ng keyingisiga o'tish uchun iteratorga bir qo'shib ketadi, ya'ni keyingi elementga o'tish uchun. Cout iterator ko'rsatkichga murojaat qiladi. Algoritm bilan sort va begin va end aynan shu qator bizga ketma-ket joylashish, o'sib borish tartibida chiqarib beradi. Shuning uchun ham natijamiz o'sib borish tartibida chiqadi. Vektorlarda qidiruv va saralash. Find issiqlik qidiruv, sort saralash va binar bu ikkilik qidiruv hisoblanadi. Asosan binar bizada faqat tartiblangan vektorlarda foydalanishimiz mumkin. Binar asosan bizga kerakli elementni topish uchun o'sha barcha elementlarni teng 2 ga bo'ladi va qaysi tarafda biz qidirayotgan element borligini aniqlab, yana o'sha qismni teng 2 ga ajratib boradi. Qachonki bu amal o'sha elementga borguncha amalga oshiriladi. Kodga keladigan bo'lsak, include iostring kirish va chiqarish oqimlari uchun, ya'ni C++ da bu sin va cout ikkalasi hisoblanadi. Vektor bu dinamik massiv, ya'ni dinamik massiv bilan ishlash uchun include vektordan foydalanamiz. Algoritm bu saralash funksiyasi uchun. Numbers bu matematik amallar, xususan yig'indini hisoblash funksiyasi uchun amalga oshiriladi. Using names std bu standart nomli fazodan foydalanish uchun ishlatamiz, ya'ni har safar std deb yozmaslik uchun aynan shu yozuv kerak bo'ladi. Kodga keladigan bo'lsak, dastlab foydalanuvchi n ta son qiymat so'raladi, ya'ni n ga son kiritish so'raladi. Hajmi n ga teng bo'lgan butun son vektor yaratiladi. For sikli yordamida har bir elementda havola, ya'ni havola intdan keyingi belgi havola yordamida element orqali qiymat kiritiladi. Keyingisi sort begin end, ya'ni bu oldingi kodda aytib o'tganimdek o'sib borish tartibida chiqarib beriladi bizaga. Vektor elementlarning umumiy yig'indisi hisoblanadi. Double bilan yozilgan qator bu vektor elementlarning umumiy yig'indisi hisoblanadi va double haqiqiy son bo'lishini ta'minlaydi. Cout tartiblangan, saralangan sonlarni ekranga chiqarish uchun sikl ishlatiladi. Cout chiziqcha n o'rtacha, ya'ni bu hisoblangan o'rtacha qiymatni yangi qatorda ko'rsatiladi. Xulosa: vektor dinamik o'lchamli, xavfsiz, qulay STL massiv hisoblanadi. Murojaat: operatorlar add, front, back xavfsizlik farqi bilan. Pushback, popback, inspect, arrest to'liq nazorat. Yaratish asosan 6 xil ko'rinishda bo'ladi, ya'ni konstruktorlari 6 xil. Ular bo'sh, enta, qiymat, ro'yxat, nusxa va iteratorlar yordamida. O'lchov: size, capacity, empty, real hajm va ajratilgan xotiraga bog'liq bo'ladi. Algoritmlar: find, sort, binar, STL kuchi. Bugungi mavzuyimiz shu ma'lumotlardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.